أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرفعهما في تكبيرة سواها. Biz namazın içindeki faaliyetler üstü toxtalgan. Hanefi mazhabda qo'l ko'taradigan o'rinlardan faqat quloq qaqqan chog'dan qo'l ko'taramiz dedi. Uningdan boshqa ahvolda qo'l ko'tarmaymiz degan. Yo'da mana quloq qaqqan chog'dagi takbirdan boshqa takbirda qo'lni ko'tarmaydi dedi. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. يتجايدن باشقا جايدا قل كتر الميدو ديجن بوغا çıkarıydı. وذكر هذه ثلاثة. مشو ورنة تلغالdı. مش يت ورنın içinde ورنة تلغالdı. Bu üç ورن qaysa? Tekbiratul iftitah, kulak qaqqancha Allohu akbar deyish. Undan keyin ma yuqoridagi abzasda va hakada tekbiratul qunut ve salatul aydayn. Üç o'rin shu. Ve arba'an fil hajj. Nazkuruha inşallah taala. Qolgan 4 o'rin hajzdagi o'rinlar. Buni Kitabul Hajda bayon qilamiz inşallah. Haj faoliyatida masalan Hajar-ı Aswadni istilom qilgan chog'da, Safa Marvada ve shaytonga tashlatgan chog'larda qo'lni ko'tarish bor demoqchi. Endi bu rafat masalasi biz 30 yil talash ta'qiq qilib endi herib qolgan masala. Xilofiy masalaning birisi. Ulamolarimiz ittifoq. Namozni dastlab quloq qaqqan chog'da buni takbiratul iftitah deymiz. Bunda qo'lni ko'tarish sunnat, ittifoq. Albatta bizni qo'lni naqadar ko'tarishni o'tgangi dars bayon qilib bo'ldik. Ya'ni bu mazhabda barmoq quloqning yumshoqqa o'tilgan miqdorda ko'taramiz dedik. Uningdan boshqa o'rinlarda qo'l ko'tarilamdi. Ya'ni bu mazhabda ko'tarilmaydi. Imom Abu Hanifa, Savri, ya'ni Imom Malikdan bir rivoyatda shu quloq qaqqan chog'dan boshqa ahvolda qo'l ko'tarish bo'lmaydi dedi. İmam Şafii, İmam Ahmed, El-Layth ve El-Avza'i ve İshaq, yani İmam Malik'ten bir rivayette, onun başka İmam Bukhari, İbn-i Munzir degandek müçtehidlarning qarashida, uningdan başqa o'rinlarni ko'tarmaz dedi. Lekin İmam Şafii qatorliqlar uningdan başqa necha o'rinni ko'tarmas, uningdan başqa 2 o'rinni ko'tarmas. Jami 3 o'rin bo'ldi. Quloq qaqqan chog'da, rukuga berishda va rukudan turgan chog'da. İmam Şafii'den keyin yana bir rivayette 2 rekatdan keyin tashahhuddan keyin o'rtugan chaq, 3-rakat turgan chaqdan qo'l ko'tarish bor. Bularda hozir Imom Abu Hanifadan ortiq qo'l ko'tarishi 2. Endi yana Zohiriy mazhabdagilar ba'zi ahli hadislar bular shu har qanday sajdaga berish masalan, beshini ko'tarish olsun, qanday bir tuvanga tushish va ko'tarish ahvollarida qo'l ko'tarmaymiz deb qaragan. Bunun qarashida hamda masalan yuqori qarashida quloq qaqqanda, rukuga borgan chog'da, rukudan turgan chog'da, uning deganda ma Zohiriy deydig'ini sajdadan beshini ko'targan chog'da, sajdaga borgan chog'da, yana sajdadan turgan chog'da, shu orliqlarda hammada qo'lni ko'tardi demoqchi. Davom ekan, Hanifiy mazhab bilan jumhurning o'ttiriki talash ta'qib bo'lgan masala 2 o'rin. Rukuga berishda va rukudan turishda 2 o'rinda qo'l ko'taramiz dedi. Ko'pchilik Imom Abu Hanifa qatorliqlar qo'l ko'tarolmaydi dedi. Endi Imom Malikdan kelgan bir rivoyatda qo'l ko'tarmaymiz dedi. Imom Malik nimaga tayangan? Dalil nima? Imom Malik amal ahli Madinaga tayangan. Imom Malikning zamonida Madinaning aholisining ko'p qismi qo'l ko'tarmaydi degan. Imom Malik mush ibora bilan degan: La a'rifu raf'al yadayni fi shay'in min takbiris salah. لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة. ما دقت قلنا إمام مالك من usul qoidasida amal ahli Madina hujja degan bir qarash bor. Mesela biz el-kitab, el-sunna, el-ijma', el-qiyas debda tizsaq, Imom Malik shu qataga amal ahli Madina deb tizdi. Amal ahli Madinaning ki asas nima esa, bular atba' tabi'in desak,
Bular tabiilardan o'rgangan, tabiida sahobalar o'rgangan, sahobalar rasulullohdan o'rgangan. Bu shunda uzilmay amal qilinib kelgan ish bo'lg'achqa, bu rasululloh tutishidi deb hujjat deb qaragan. Imom Malikning dalili shu. Bu shu dalillar bizning beshini saqaytdi. Bu Imom Malikning kelgan bir qarash, yana bir qarashda ko'tariladigan qarash bor. Lekin Imom Malikning mazhabida shu hisob bo'lgan qarash. Ko'tamaydigan qarash. Davonki Imom Abu Hanifa yolg'iz emas, ko'tamaydiganlar. Abu Hanifa, Savri, yani İmam Malik'ten bir rivayet. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, İmam Muhammed'den şagirti dedik. İmam Muhammed'den bir tügüge yüklügidek kitap ilmini ağan. Ahadtu min ilmi Muhammed vaqra ba'ir diyen. Güzelce kitap oğan. İşkili ise iken İmam Malik'ten şagirtlere, İmam Muhammed ve İmam Şafii rahmetullahi aleyhime. İmam Şafii İmam Muhammed'ga şagird bo'lib, endi namoz o'qigan chaqda u qo'lni ko'targan. Ko'targandan Imom Muhammad nima qo'lni ko'tarsa degan chaqda Imom Şafii rahmatullohi alayhi i'zoman li jalalillah va ittiba'an lis-sunnah degan. Deganki Muhammad ha deb qo'ygan. Ya'ni u o'zining ijtihodi, biz o'zimizning ijtihodi bilan Ibn Mas'uddan o'rganganimiz bo'yicha namoz o'qiymiz deb unda qo'yib qo'ygan. Yani Abu Hanifa rahmetullahi alayhining dalili nima o'sha? Rafiyat qilmaydi deganga. Albatta dalillar bor. Masalan, tiz bir dalillarni surish qilib o'taylar. Ma rawa Sufyan an Asib ibn Kulayb an Abdurrahman ibn al-Aswad an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi fi awwal takbiratin thumma la ya'ud. Mush rivoyatda Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dastlabki takbirda qo'l ko'targanligi, undan keyin qo'lni ko'tarmaydiganligini rivoyat qilgan. İmam Tahavi Abu Davud rivoyat qilgan, rijaluhu thiqat, hasan darajalik rivoyat. İkinci delil an Asib ibn Kulayb an Abdurrahman ibn al-Aswad an Alqamah قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازنا باميما داب فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة birinci qatını kötəgən ondan başladı kötəmigən. İmam Tirmizi müşahidesini rivayet edib hadis İbn Mas'ud'un hadisun hasan degan. Ve bihi yaqulu gayru vahidin min ahlil ilmi min ashabin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem ve tabi'in. Muş qarashni sahabe kiramlardan ve tabi'ilardan neçelan tuttan. Ve huve qavlu Sufyan Thawri ve ahlil Kufa. Ma'na qalqım. Ve huve qavlu Sufyan Thawri bir müşahid imam ve ahlil Kufa ahli Kufa'daki fuqahalar hamısı bunda qaraydı. Davonki İmam Malikning bayatını gaplar Ahl Madina, Ahl Kufa oldular. Kişinin halka asasen muşunda ama gelgen. Bu mühim nokta. Bu hadisne İmam Zeylai ve İbn Hazm sahih deb qaragan. Albani mi sahih deb qaragan zaman. Yani sahihsin delil yok deyince fihi nazar. Üçüncü delil Abdurrahman ibn Abi Leyla anil Bara radıyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem idha iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayhi thumma la ya'ud. Kulaqqa qanchalar qo'lni quloqining barobarida ko'tardi, undan keyin qayta qo'l ko'tarmaydi dedi. Bu hadismi hasan darajalik, aqalli taqdirda hasan darajalik hadis. To'rtinchi dalil rawal Aswad qala sallaytu khalfa Umar radhiyallohu anhu falam yarfa yadayhi fi shay'in min as-salati illa hina iftitah as-salah. Bu diqqat qilsanglar Umar radhiyallohu anhuning xalifaning ish izlari. Bunu İmam Tahavi rivayet qilgan va sahih deb qaragan. Zeylaimi sahih deb qaragan. Hafiz ibn Hajar ravilari ishonchli, ya'ni hasan deb qaragan. Shundan Hazrat Umarning qo'lni ko'tarmay namoz o'qiganligi sahih kelgan. Bu muhim nuqta. Chunki xalifitda butun jamoatga Madina Masjidil Haram an-Nabawiyda imom bo'ldi. Beşinci delil قال الشعبي كان أصحاب علي وعبد الله رضي الله عنهما لا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى. ابن أبي شيبة رواية قال. ما قال حضرت علي وعبد الله بن مسعود قتلده. حضرت عمر قال. نما يعني عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا رفع في أول تكبيرة ثم لم يعد. bu İmam Tahavi rivayet qilgan. Bu sahih rivoyat. İmam Zeylai sahih deb qaragan. Hafiz ibn Hajar mo ravilar ishonchli degan.
Yana İbrahim an-Nakhai anna Abdullah ibn Mas'ud kana yarfa'u yadayhi fi iftitah as-salati thumma la ya'ud. Abdullah ibn Mas'ud'un yana bir rivayet bunun senedi sahih. Yana Hasan isnad bilan Hazrat Abu Bakrning qo'lni ko'targanligi rivoyat qilingan. Ruya anna Abu Bakr lam yarfa' yadayhi bunun senedi Hasan. Lekin Hazrat Osmandan u qo'lni ko'tarmagan rivoyat kelmagan. Bundan keyin sahoba kiramdan Abu Bakr, Umar, Ali radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Ama bu 4 peshqadam katta sahobadan qo'lni ko'tarmaganligi rivoyat qilindi. Yani tabi'illardan ko'tarmaganlar cho'si Ibrahim an-Nakhai, Ibn Abi Layla, Alqamah ibn Qays, Aswad ibn Yazid, Amir ash-Sha'bi, Qays ibn Abi Hazim, Abu Ishaq as-Sabi'i, Khaythama, Mughira, Waki', Asib ibn Kulayb qatorliq tabi'illardan ko'tarmaganligi rivoyat qilingan. Bundan keyin Hazrat Abu Bakr, Umar va Ali va Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhulardan qo'l ko'tarmaganligi asos sahih sanad bilan kelgan. Kufa aholisi, hatto Madina aholisining ko'pchiligi deydi, ko'pchiligi Imom Malikning zamonida qo'l ko'tarmagan. Bunda bo'lgandan keyin Hazrat Abdullah ibn Mas'ud o'zi qo'l ko'tarmagan va shu tabi'iy shogirdlarga ashuni qo'l ko'tarmay o'rgatgan va Rasulullohningki namozni o'qib beray deb qo'l ko'tarmaganligi sahih hadis bilan kelgan bo'lsa, ya'ni bu mazhab mushun tutdi, bo'lmanki daljatin aziz emas. Yani qo'l ko'tarmazga ulamoning jumhurning dalilichi bularning sahih dalillari bor. Masalan, Ali ibn Umar radhiyallohu anhu رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين. Bukhari Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadis. Bunda ikki o'rinda qo'l ko'tarish kelgan. Yani Abu Humayd as-Sa'di radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabalaridan 10 sahabi bas o'rinda hadis rivoyat qilib, kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi thumma yukabbir wa kadhalika yarfa'u idza raka'a wa idza rafa'a min ar-ruku'. Bu muttafaqun alayhi hadis. Yana Malik ibn al-Huwayrith radhiyallohu anhu dan shunday rivoyat kelgan, muttafaqun alayhi hadis. Yani Hanifi mazhab yani bir tercih qilgan tarafi vallohu alam qo'lni ko'tarmay namoz o'qiganlar shunda qarasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 20 yildan ortiq birga bo'lgan, butun g'azotlarga qatnashgan, xizmatida bo'lgan, yendan ayrilmagan katta sahobalar. Ibn Mas'ud, sahibin na'layn wal usada, shunama Abu Bakr, Umar, Ali. Bundan ekan biz shuni olamiz. Sahih kelgan, shuni olamiz. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini eng yaxshi bildiganlar degan. Yani qo'l ko'targan hadisni rivoyat qiluvchilar-chi, shunda qarasa, bular sahobaning kichikleri. Abdullah ibn Umar, Abu Humayd as-Sa'idi sahobaning eng kichikiti. Malik ibn al-Huwayrith Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishi kelib tövbe qilgan bir tutgan sahoba. Shunga Alqama yoki Ibrahim an-Nakhai qo'l ko'tardiganlar Malik ibn al-Huwayrithning rivoyatini dalil qilgan chog'da Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasulullahning qishidan qat arilib boqmagan. Malik ibn al-Huwayrith bu bir Arabi, Rasulullahning qishidan bir necha kun turgan. Bundan Abdullah ibn Mas'ud obdan bildi deb tarjih qilgan. Yani Buxoriyda bunda bir rivoyat bor. An Nafi' an Ibn Umar radhiyallohu anhuma kana idza dakhala fi as-salati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Niyagicha biz hozir İmam Şafii'ning degan bo'lish shundami? Oyog'da va idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi. Ikki rakatni o'qib tashahhud o'tirib 3-chi rakatga turgan chog'dan qo'lni ko'tardi deb. Imom Shafii'ning kelgan qarashda ma 4-chi o'rinni olmagan. Yo'q, ikki rakatni o'qib bo'lgandan keyin yo'q, qo'l ko'tarish yo'q ekan. Wa rafa'a zalika ibn Umar ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'targan deb 4 o'rinni dedimi? 4 o'rinning 3ni Shafi'i oldi, birini olmadi. Imom Abu Hanifa 3ni olmadi, birini oldi. Lekin Imom Abu Hanifa, Imom Shafi'i qarta hozir mushadisning 4 o'rinning hammani olmaslikda ishga o'xshash. Sen hammani olmaysan, men hammani olmayman. Tushundingmi? Ha. Sen 3ni olding, men birini oldim. Lekin ikkidan birini qo'yib qo'ydik. Men undan boshqa ikkini qo'yib qo'ydim deydi.
Yani İmam Şafii qarta bir tutib oldigan yeri. Yani Sayyid Buxoriy keldi-ku, İbn Umarning hadisi mu? Muttafaqun alayhi desak, Sayyid Buxoriy keldi. Navaniken sen 4-o'rinni olmading. Navaniken biz ikkala o'xshash bo'ldik dedi. Lekin hamda İmam Şafii yana bir rivoyatda, yani bu ko'pchilik olimlar bo'lmasa, İmam Şafii'dan kelgan bir rivoyatda, yani İmam Malik'dan kelgan bir rivoyatda, İmam Ahmad'dan kelgan rivoyatda ikki rakatdan keyin tashahhud o'tirib turgandan keyin qo'l ko'tarish bor edi. Bu hadisga asosan. Bu İmam İbn Taymiya tarjih qilgan qarash, hozirgi zamonda İmam Ibn Baz va Shayx Usayminlar tarjih qilgan qarash. Sayyid isbadi. Lekin shu qo'l ko'tarish masalasiga qaraydigan bo'lsak, Ibn Mas'udning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki qo'l ko'tarmaganligini rivoyat qilgan hadis sahih. Garchi jumhurlar sahih emas deb turasizmi? Lekin cho'nqirlab tekshirsa sahih chiqadi bu. Ondan İbn Mas'udning o'zining qo'lini ko'tarmay namoz o'qiganlik sahih. Ina qanday? İbn Mas'udda bir sahabani qarab boqayli. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan davomli bo'lgan xizmatini qilgan, butun g'azotlar bilan qatnashgan, Rasulullohdan ilm olgan ashunda faqih sahaba namoz o'qish masalasida Rasulullohning shunday xilof shaklda namoz o'qidim deb o'qiyama, bu mumkin emas. Undan keyin biz bu yerda talashda bir qarashni kuchlantirib, bir qarashni chetga qo'yib emas. Bundan nima tushunamiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha ahvolda qo'lni ko'tarmay o'qigan. Ba'zi ahvolda qo'lni ko'targan. Qo'l ko'tarmagan ikkili sahih rivoyat. Sahobalar shu ko'rganni rivoyat qilgan. Bu ikkili ahvolning joizligini ko'rsatishi mumkin. Undan keyin bu biraylarning dalili sahih, biraylarning dalili ojiz yoki dalili yo'q degan masala bo'lmasdan, har ikki tarafning sahih dalillari bor. Bularmi Hanafi mazhabining shu kat sahabining ko'targanligi haqidagi sahih rivoyatlari Kufa va Madina aholisining ko'tarmaganligimi xili ig'ir bosadi. Shuni buni shunday tushunib qo'ysak bo'ladigan, har ikki qarashni chetga qo'yishimiz lozim deb qarayman. Eng oxirida bunda demaymiz. Chunki Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o Rasulullohdan keyin yashagan sahaba. Yani şu sahabenin bahçede Abu Humayd as-Sa'di, İbn Umar, Malik ibn al-Huwayrith bahçede şu çağda mı İbn Mas'ud battı. Abu Bakr Ömer'ler mi battı? Bu burun dünyadan gider. Ki andın yaş sahabeler Resulullah'ın ahir kışını kördü desek, o çağda Mas'ud'a ketken deyiş mümkündü. Bunlar tan yaşayan hatta o yaşlardan köprek Resulullah'ın yanında tuğan. Yani Resulullah'ın vezir-i uzralitı o Abu Bakr ve Ömer, Ali, İbn Mas'ud muşular. Dalga ona mensuqlab ketgan bu keyingi ish deyish hech qanday belgi tayinmagan bir. Cumhurning keltirgan dalillariga hech qanday o'qilishga hojat tushungan dalillar Hanafi mazhabining keltirgan dalillarni jumhurlar shu masalan Ibn Mas'udning va Barra ibn Azibning rivoyatlarini İmam Buxoriy mas'uliyat deb qarwan ekan. Buni qalab anida tarjih qilish. Yaxshi, zebti deydi. Zeytli deyişi mümkün. Lekin bunu tekşirip kelsa sahih. Gerçi bu sahihinde bulmuş mu? Sahihinde şu sahihisinin hemmini topladım. Sahihde sırt kalma deyin bulmadan iken başka rivayetli mi sahih? Yani bu bana bir mesele şu. Bu namaz günde 5 vakit cemaat bilen uydu kılan namazı kılmaydı değil. Lekin 5 vakit cemaatte cuma, namazı aşında namazda cemaat bilen okulup durduğun kişiyle çoğunlardan ügündüğün bir iş. Buna bir bütün şehir halkı yoki Abdullah ibn Mas'ud. Mesela Abdullah ibn Mas'udning qo'l ko'tarmagi seygo, boshqani sey deydi shuni. Yo'q, Abdullah ibn Mas'udning kelgan sey emas demaydi. Sey bo'lgandan keyin buni tasavvur qilsak, bu namozni Rasululloh qo'l ko'tarib o'qigan davomli u keyingilar g'achchida uni o'zgartirib boshqacha o'rganib olgan degan mumkin emas. Buni kichiklar cho'nglardan keyingilar ilgarikilardan buni o'rganib kelgan ish bu. Ko'rib o'rgangan narsa. Ya sayamaz. İbn Mas'ud o'sha oyatlarning sababi nuzulni, Qur'on qanday oyat bo'ldi ekan, nada tushgan, nima sababdan tushgan, hammani bilmayman degan sahoba. Min a'lamis sahaba. Sonra Abdullah ibn Mas'ud Kufada u madras qurdi, Abdullah ibn Abbas Makkada bu madras qurdi, bu ikki madrasa, Qur'on Karim madrasasi. Hatta bunda bir munozir rivoyat qilindi.
Avza'i qaysi bir olim qo'l ko'tarish masalasida Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan munozirlashgan. Buni Hanifi mazhab kitoblarida aytiladi, lekin unda ras bo'lgan bo'lishi mumkin. Allohu a'lam. Bu qo'l ko'tarish masalasida Abu Hanifa bilan nima qilib, Nafi' an ibn Umar bu silsila zabiya bo'ldi sanatimizda. Mushunda darajada say rivoyat qilsam, taqsir nima uchun ammaylar degan ekan. Men rivoyat qilaman, Alqama, Ibrohim an-Naxai, Ibn Mas'ud deb o'yim xato shu. Ibn Mas'udning shogirdlarini tizib, "Manda to'taylan bo'ldimi?" Lekin bu har darajaga nimani serish turgan. Ma'o Nafi'dan bilimlikrak. Ma'o ma'ndan bilimlik. Ibn Umardan Ibn Mas'ud bilimlik. To'g'ri ma'ni tarjih qilmaydi degan. Ravining bilimi va boshqa tarafdan tarjih qilishmoq. Hozir bunda ahli hadis nimada bunda bir ish bor-ku. Boshqa hamma tarafdan ko'z yumib bilan zanjirsan filan an filan degan mushuk. Sanatga ham qarab, undan boshqalarni ko'z yumib bilish va boshqa rivoyatni ko'z yumib bilishdak. Bunda bir salbiy taraf bor. Sanad sahih bo'ldi. Bundan keyin boshqa hadislarning mazmuni qaraylar, buni muvofiq maslashtiraylar. yoki boshqa raviylar bilan selishtiraylar desa bu to'g'ri chiqadi. Endi bu masala shunchalik. Lekin keyin kelib bu rafiyat qilish qilmaslik bu ikki iqim bo'lib, bunda ta'assub bo'lib, bir-biridan tutishgan bo'lib ketgandan keyin, shaxsiy havoyasi aralashgandan keyin bu masalada ma xato, ma to'g'ri degan darajaga berib qolgan. Letar ikki to'g'ri deb qarayman. İbn Mesud roziyallohu anhu aniq bo'ldi. Umar bilan Ali roziyallohu anhu rivoyat aniq bo'ldi. Aniq bo'ldi. Men bayatın o'qigan uning ichida mana Rawal Aswad qala sallaytu khalfa Umar radhiyallohu anhu falam yarfa yadayhi fi shay'in min as-salat illa hina iftitah as-salat. Buni Imom Tahavi rivoyat qilgan va sahih deb qaragan Imom Tahavi, keyin Zaylaimi sahih deb qaragan, Hafiz ibn Hajar mo ravilari shaylik degan. Yani mana Asim ibn Kulayb an abihi an Aliyan rafa'a fi awwal takbiratin thumma lam ya'ud. Ve İmam Tahavi ibn Abi Shayba rivoyat qilgan Zaylai sahih deb qaragan, Hafiz ibn Hajar mo ravilari shaylik buning degan. Yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kana yarfa yadayhi fi iftitah as-salati thumma la ya'ud. Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan sanad sahih. Abdullah ibn Mas'udning mushabining dedimiz. Abu Bakr, Umarning ba. Mushabining zodi qo'l ko'tarmaganligi ras. Yani cumhur mu Abdullah ibn Mas'ud'dan qo'l ko'tarmagan rivoyatning sahih deydi. Yani ki mesele al bo'ldi meningcha. No'stiga Kufadagi fuqarolarmisa qo'l ko'tarmaymiz deb qaraydi. Kufada shu nurg'un fuqarolar yig'ilgan joy shu. Ularga maktabda la turfalaydi illa fi samawat degan o aciz bo'lsin karimiz yo'q. Lekin biz bayatimizni bayon qilgan sahih rivoyatlar har ikki tarafninki sahih hadislari va sahoba kiramlarning so'zlari shu hisob. Unda Abdullah ibn Umardan yuqorqidek muttafaqun alayhi rivoyatlarda qo'l ko'targanlik keldi-ku. Qo'l ko'tardi degan rivoyat bor, lekin u aciz. Mush qo'l ko'tardi degani shu sahih. قال ثم يعتمد بيمينه على رسل يساره تحت سرته. Undan keyin o'ng qo'lini so'l qo'lining bag'ishiga qo'ydi. Ne kadar qo'ydi deb tahta surati, kindikining to'yinda. Hali ikki masala bor edi. O'ng qo'lni so'l qo'lga qo'yash, bu bir, uni kindikining to'yinda tutish, bu ikki. Bundan o'tga vat'al yadayn, mush namozdan qo'lni nada qo'yash masalasiga kelsak, o'ng qo'lni so'l qo'lning ustida qo'yash jumhurning nazarida mustahab va sunnat ish. Jumhurning qarashida İmam Lays, yani İmam Malik'ten kelgan bir rivoyatda qo'lni tashlab turdi degan. Dalil. İmam Malik'ning mush rivoyatini mush Mag'rib, Marakash, Aljiriya, Tunis mushtarakdagi Maliki mazhabdagilar shuni tutdi. Bunda tashlab Afrikadagilar bunda tashlab turdi. İmam Avza'i tashlab tursimi, o'ng qo'l so'l qo'lni ustida qo'ysimi ixtiyoriy deb qo'ygan. Yani bular tashlab turdi ixtiyoriy degandek qarashni tutganlar, bunun dalili namozning joyida o'qimagan kishiga Rasululloh namoz o'qishni o'rgatdi-ku, munda qilsa deb. Shunda o'ng qo'lni so'l qo'lni ustida qo'ysa degan gapni qilmadi-ku deb turdi. Yani unda demagan bilan boshqa hadislarda degan bo'lg'achqa biz o'ng qo'lni so'l qo'yish sunnat mustahab deymiz. Yani jumhurning o'ng qo'lni so'l qo'lni ustida qo'yish dalili nima?
حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة. Yu'marun dedi. Buyuruyorlar dedi. Elbette buyruğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buldu. Ebu Hazim Muşin Sahl ibn Sa'd radıyallahu anh rivayet kılıp dedi. La a'lamuhu illa yenmi zalika ila Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu şu Resulullah şuna buyurdu demekçi de qarayma. Yu'marun degan el-amr şu çağda Resulullah. Bundan keyin bu o'ng qo'lni so'l qo'lga qo'yishda aniq dalil bo'ldi. Yani bir dalil روى وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وضع يده اليمنى على اليسرى. Sahih Müslim'deki hadis. Yani Va'il ibn Hujr radıyallahu anh rivayet kıldı. قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر ورفع يده حتى تحاذي أذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد. O'ng alqinni, so'l qo'lning alqini va beg'ishi va biligi ustiga qo'ydi debdilar. Ya unda qo'ydi bo'ldi, yoki bunda qo'ydi. Buni Abu Davud sahih sanadlar rivoyat qilgan. Yani bular deydi, jumhur yani. O'ng qo'l, so'l qo'lni ustiga qo'l qo'yish turib turish, qo'l tutmasdan saqlanadigan, jim tutishda foydasi bor. Yani Allohning huzurida xushu bilan, i'zom va ijlal bilan turish foydasi bor. O'zining har tutishda foydasi bor, turish shakli deb qaraydi. Unda odamga jumhurniki o'ng qo'lni so'l qo'lga qo'yish qoidasi shu to'g'ri. Yani ikkinchi masala nega qo'yamiz qo'lni? Yani bir mazhabda tahta surra, kindikning tubida. Bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhining shaxsiy qarashi emas. Yani bir mazhabdagi imomlarning, yani Savri va Ishaq, yani Imom Ahmadning kelgan bir rivoyat. Imom Ahmadning kelgan bu rivoyat Hanbali mazhabda shu hisob qilingan rivoyat shu. Hanbali mazhabga vakillik qilgan qarash. Undan keyin buni bir xil qarasak jumhurdek bo'ldimdi. Hanafi mazhab bilan Hanbali mazhab, undan boshqa Savri va Ishaqli bo'lgandek. Va daliluhu maktab degan qavlihi sallallohu alayhi vasallam thalathun min akhlaqil anbiya ta'jil al-iftar va ta'khir as-suhur va wad'u al-yamin 'ala ash-shimal tahta as-surra. Mujdalini ko'rsatdi. Tushunami? Lekin bu marfu holatda ojiz bu rivoyat. Lekin mavquf holatda rivoyat qilingan to'g'ri. Yani delili Ruya an Ali radıyallahu anhu inna min as-sunnati wad'ul kaffi ma'al kaffi tahta as-surra. Bu Abu Davud rivoyat qilingan. Yani Abu Hurayra mo rivoyat qilgan hadis bu. Lekin sal ojizlik bo'lishi mumkin shu rivoyatda. Yani marfu' kagini ojiz, mavquf holat kagini sahih. Yani musabildan shunda kaginligi rost. Yani kindikning to'yinda qo'ysak yaxshi degan bu. Hanafi mazhabdagilar belni asli yo'g'ida izarvatdi shunami? Uni o'chaqda kemar, arab buldo, ishdan beg'e, uni aslida bo'lmagan ekan. Bunda yo'g'ab bunda turib oldigan, ihramlik o'rgandagi shu olgan ekan. Unda belni to'yinda tutsak, birinchi avratni yo'g'ashga yo'g'ilib turdi. Ikkinchidan izar tushib ketmay turdi, turmas. Namoz qilgan shartda tushib ketib qolmaydi. Bu ham bunda bir aqliy dalili. Lekin asosda shu savolda kelgan rivoyatlar. Yani İmam Şafii rahmetullahi alayhi kindikining ustida maydisining to'yinda shu araliqda qo'shqining ustiga qo'ydi demoqchi. Mustahab bo'lgan shu demoqchi. Bu qarash İmam Ahmad mo bir rivoyat tanlagan, İmam Malik mo bir rivoyat tanlagan, İmam Malikninki bir rivoyatni tashlab turdi-ku, bir rivoyat turdi desak, shu kindikning ustida tutdi degan. Yani Davud az-Zahiri mo shu qarashni tutgan. Bunun delili şu. Va'il ibn Hujr radıyallahu anhu dedi sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fawada yadahu'l yumna ala yadi'l yusra ala sadrihi. Bunu İbn Huzeyme sahih toplumunda rivayet qilgan ismi. Sahih hadislar toplumunda rivayet qilgan, lekin sahih emas. Yani bu hadis qarta, yani bir mazhab, bu rivayet qarta deydi. Bu hadis ala sadri deganda bir ehtimol bor. Chunki bu bir ahvolni rivayet qilayotgan hadis. Yana bir tarafdan bu hadisning rivoyat ala sadrihi tahta sadr degandek bunda kelgan bo'lsa, ash maydining ustida sahih bir rivoyat kelmagan bo'lgan ekan, u tahta sadr degan so'zmi, ya'ni kindikning to'ni deganmi tahta sadr bo'ldi shu deb baqqan.
Bunun ustiga odatda biz shu tug'an chaqda bir boshqani hurmat qilib, adab bilan tursak, shunda bir turish ahvoli bor. Bundan keyin bu turish shu ma'hud holatda biz bildigan turishni ko'rsatdi deb qaragan. Lekin buning da zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushunda turish degan bir seyir va kelmagan. Ikki tarafning seyir dalili yo'q. Yani bu mazhabning kindikning to'yin deganda sahoba ikramning sahiyrak rivoyatlari bor. Bu tarafdan şu İmam Ahmad Abu Hanifa'nın qarashini tanlagan. Mazhabga vakillik qilgan rivoyatida. Yani şu İmam Şafii rahmetullah alayhi şu ala sadri degan hadisni dalil qilib ko'rsatdi-ku. Yani ala sadri deydi rivoyatda. Yani Şafii mazhab ala sadri demaydi. Tahta sadr fawqa surradir. Qaraydi. Bu hadis olmadi yana. Diqqat qiling. Yani bir hadisni gachchi shunday ham rivoyat qilib qo'ysa, ya bir hadisni shunday ham qo'ysak, muddaoga dalil bo'lishi notayin. Seybirazne keldi, lekin shu hadisning lafzida kelgan mazmunni olmadi hozir. Ala sadri deb keldi, İmam Şafii ala sadri demadi, tahta sadr deydi. Lekin ma'qul ala sadri deydi, tahta sadrini bildirdi deydi ma'qul. Lekin ala sadri degan rivoyat sahih kelganmi? Ibn Huzayma sahih hadislar to'plamida rivoyat qilgan, lekin sahih emas. Qanday sahih emas? Yani bu hadisni, mesela bir masalani siz tahqiq qilgan vaqtingizda bir tarafdagi ulamolarningki bu sahih emas yoki sahihdi deganlar va shuni ham qabul qilsak bo'lmaydi. Sahih emas desa, nima uchun sahih emas? Buning shunda sanadlarini tekshirib, o'zimizni sal avvar qilishimiz lozim. Bo'lmasa, u qarshi tarafga sahih hadis bor, sen sahih hadisni olmadan deb qarshi tarafni o'rinsiz ayblab qo'ygan. Bu hadisning sanadiga bir qaraylar. Ibn Huzayma sahih hadislar to'plamida rivoyat qildi. Lekin sanadga qarab boqaylar. Qarasa bu hadisni Va'il ibn Hujr mush ala sadri degan mush rivoyat bilan kelgan nimada buni Muammil ibn Ismoil degan kishi Sufyan Asim ibn Kulaybdan rivoyat qilgan. Muammil ibn Ismoil degan kishi to'lashunda rivoyatida xato ketilgan. İmam Buxoriy Munkar al-Hadis degan kishi. Muammil Sufyandan rivoyat qildi. Sufyandan rivoyat qilgan boshqa necha ilm bor, necha shogirdlar bor Sufyanning. Buning rivoyatida ala sadrining gapi yo'q. Bundan keyin bu Muammilning xatoligi. Hadis ojiz. Yani bir tarafda ojizlikni nima desa, Sufyan at-Tavriy o'zi kindikning ostida tutdi dedi. Bu aniq, yani Sufyanning shunda qaraydigan aniq bir haqiqat. Yani Sufyan mushadisni ala sadr deb rivoyat qilgan bo'lsa farazan, o'zi mushadisni sahih deb rivoyat qilib, ki o'zi tahta sura deb turib olamdi. Bu mumkin emas. Bunun ustiga taxayana Hanbali mazhabda qo'lni maydiz qo'yish makruh degan qarashim bor. At-takfir fi salat deb ataydi buni. Qo'lni maydiz qo'yilish makruh degan qarash. Yana Alloh taolaning fasalli li robbika vanhar degan oyatini va uni qurbonlik qilish to'kandan bo'g'izlashga munosib oyat desak, ba'zan fasalli li robbik namoz o'qi va vanhar deb Qur'onni bo'yniga qo'y degandek bunda tushunganim bor. Shuni ba'zilarga qarasanglar, mazmundan ham tutuldi. Vanhar, nahr degan şey. Qur'onni nahrga qo'y deganman. Bundan bu qo'lni nari qo'yash, bunda bir kankishada bundara qo'yib qo'ygan masala. Birisini to'g'ri etdi, undan o'tib ketdi. Lekin tahta sura degan shu sal jalliqroq, boshqa qarashga qaragan. Chunki ala sadri degan hadisga tayandiq degan bilan u hadis ojiz chiqdi. Bunisi ala sadri degan rivoyatni o'zi olmadi. Biz sahoba ikramdan tahta sura degan rivoyat qildik, shuni oldik. Wal mar'atu tad'u yadayha ala sadriha li'annahu astaru laha. Yani ayol kishining namoz faoliyatlarida asli qoida shu er kishiga o'xshash. Lekin ayol kishining ishlari badanning ma'lum bo'lib qolmasligi, erlar ma'lum ahvolda ko'rib qolmasligi talab qilingan bo'g'achqa albatta uning ba'zi farqlari bor. Yani normalda erlar ko'rmaydigan bo'lsa, shu erlarga o'xshash namoz o'qiydi. Lekin erlar ko'rdigan, ya ovozini anglaydigan bo'lsa, azon to'lmaydi dedik-ku. Erlarga imom bo'lolmaydi, masalan. Nima uchun? Shu ayol bo'lganlik uchun. Ana bu yerdami qo'lini kishi kindikning ostida qo'ydi desak, ayol kishi ko'ksining ustida ham qo'ygan. Nima uchun desa, ko'ksini yo'gab turish jihatdan mushu muvaffaq. Va'il ibn Hujrning hadisi sevlab qolsa, ala sadri deganga dal tushunadi mana. Ayol kishi nisbatan.
Bunun başqa ayol kishining namoz ishlarida, mesela imom bo'lsa aldirish o'qimaydi desa, bir qadam aldirish o'qiydi ayollarning imomi. Undan keyin ruku bo'lgan chog'da biz tajafi, anlar desak, bular bajg'ib chaplab o'qiydi. Nima uchun? Yani ma'lum bo'lmas uchun. Ruku qilgan chog'da misol, mandaroq ruku qildi. O'ttagan chog'dami yagi chaplab, sal mandaroq o'tirish va biz o'ttaganda gunda o'tamaydi. Shu o'xshash ba'zi ishlarda ashunda ayollarning jismi ma'lum bo'lib qolmaydigan shaklda namoz o'qish bor. Bu hamda erlar va ayollarning o'tirish azroq namoz ishlaridagi farq. Wa yaqbidu bi kaffihi al-yumna rusghal yusra. O alqin bilan sol beg'ishini qamallab tutadi dedi. Kama faraga min at-takbir. Yoki kullama faraga min at-takbir desek tarixim to'g'ri. Ammo uniki kama degan so'z bormi yo boshqa? Ba'zi kitobda kullama. Indama desek shu to'g'riroq chiqadi. Takbir tushirib bo'lgandan keyin o'ng alqini bilan sol qo'lning beg'ishini qamallab tutadi dedi. Fa wa ablaghu fi at-ta'zim. Alloh taolaning huzurida Allah Teala'nın ulug'lagan holatda turishda mushbak yaxshi. Va hakada fi takbiratul qunut. Qunut duosi o'qigancha Alloh akbar degandan keyin yana shunday tutamiz dedi. Va salatul jinoza. Jinoza namozimi takbirdan keyin unda tutamiz. Li'annahu qiyamun mumtaddun kal qira'a. Chunki bu qiroat qilib turgan chog'dagidek ashunda so'zlab ketilgan, biroz vaqt oldigan turish deydi. Ya'ni jinoza namozda takbirning oraliqida masalan duani o'qiymiz-ku, shu oraliqdan biroz o'qish bo'lgandan keyin oyat o'qib turgandek bir vaqt oldigan oraliq deydi. Wa rawal Hasan an Abi Hanifata al-irsal fihima. Mush qunut bilan jinoza namozda takbirdan keyin qo'lni tashlab turishni rivoyat qildi deydi. Abu Hanifadan kelgan g'ayri zohir rivoya. Va huwa qawl Muhammadning zohir rivoyatiga qarshi shu. Va huwa ixtiyor mashayikhina. Bizning shu O'rta Osiyo, Mavara'un Nahr va Turkiston ulamolari mush qarashni tanlagan. Nima uchun? Li'annaha qawmatun la qira'ata fiha kama bayna ar-ruku'i was-sujud. Qawma degan bunda turishim. Chunki mush turish bu qira'at qilmaydigan turish. Xuddi ruku bilan sajdaning oralig'ida turishdimi? Qira'at yo'q-ku, sami Allohu liman hamida deb turgancha qo'lni tashlab turmaysiz. Ana mush masalada sami Allohu liman hamida deb sajdaga berish oralig'ida qo'lni tashlab turish jumhurning qarashi. Ya'ni bu mazhabdagi ko'pchilik olimlar shunday. Az sondagi olimlar ya qo'lni tutadi deydi. Yani Hanbali mazhabdagilar qo'lni bunda tutadi. Yani bu mazhabdagi bir qism olimlar, yani bu mazhabda sami Allohu liman hamida degan keyin sajdaga bag'ish oraliqda qo'l tutishmi bor, qo'lni tashlab turishmi bor. Endi bu masalada mesela sami Allohu liman hamida deb qo'ygandan keyin bunda bir g'ol bor. Qo'lni tutishni xuddan bu sunnat kelgan. Sunnat shu, qo'lni tashlab turish sunnat xilof degandek bunda bir qaraydi. Amaliyat shu, tekshiringlar. Shu oraliqda qo'lni bunda tutib degan bir dalil yo'q sunnatda. Uni faqat dalil yo'q. Faqatlar o'rnaliqlar shu namozda vaqt yamin ashima degan gap bor. Shu dalili bor. Uning boshqa dalili yo'q. Tutmaslikmi dalili yo'q. Lekin buning dalili tutmaslikda aslida qo'lni tashlab turish. Lekin o'ng qo'lni so'l qo'lga qo'yish nima uchun qo'ydik? Hadis bo'lganlik uchun. Endi hadis kelgan yerda qo'yamiz, hadis kelmagan yerda qo'ydigan dalil bo'lmagandan keyin tashlab turamiz deydi. Undan keyin buning alohida dalil yo'q, uning alohida dalil yo'q. Ikkisi o'xshash. Ma sunnatlar degan gap yo'q. Shunda iham qismi amaliyotda unday. Her bir erzalar öz oruna kaydedilen içerisinde mesela namazın sırtlıca alıp kaydedilmiş, namazın işi kalıp kaydedilmiş. Yani öz oruna kaydedilen geldi. Öz zatı kaytıdı dese, şu tabii ahvalga müşünde kaytışı gerek. Sırtlı olsun açıklar, namazın işi dokparsa insan yani bu hana altı namaz kaydedilen çıkar mı? Ya onda gap çıkmaydı onun. Siz bunu delilini obdan tekşirip oturanlar, onda bir delil çıkmaydı. Hatta taşlap durdu diyen ki de sel canlıqrak çıkıp kalıdı. Ve beyne tekbiratul eydeyn. Endi heyit namazının tekbirler aralıqda, neçkadan tekbir şunuzda heyit namazda. Şu aralıqda qo'lni tashlab turdi.
لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات. Çünkü buna hiç katım tekbir düşüyen, kalkıp düşüyen diken Allahu Ekber'de benim kolunu koyup, yana kötürden gel, kolunu koymanın faydası yok dedi. قال ويقول سبحانك اللهم إلى آخره. Bu anda kulak kakkandan kinkiye tesbihinin meselesi. ويقول سبحانك اللهم إلى آخره. Aşı biz namazda tuğan çağda eğitilen tesbih var. Şunu demekçi. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وزاد محمد رحمه الله وجل ثناؤك ولا يزيد عليه. İmam Muhammed bazı rivayetlerde vecelle tenavuk diyen bir rivayet boğaçka muş ibarini kesip koydu diyen. Emniyette bu şaz rivayetli kelgen ibare boğaz gerek. Şu doğrusu Subhanakallahumma şundan bulduk kılış. Ve la yezidu aleyhi dedi. Ve kâle Ebu Yusuf rahimahullah yecma'u beynehu ve beyne kavlihi vecehtu vecihiye ila ahirihi. Vecehtu vecihiye lillahi fataras semavat vel arda hanife ve ma ana minel müşrikin. أيضا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أبو يوسف رحمة الله عليه يجمع بينه وبين قوله وجهت وجهيه. سبحانك اللهم ديان تسبيح لا مش دعاء التوجيه ديمز بنا فقال دعاء التوجه يعني دعاء التوجيه تبقى مش إشكنا باللي ديدو إشكسنا خفت ديدو ديدو. لأن الأخبار وردت بهما فيجمع بينهما. Hadisde muş iki duanı tanqıgan rivayetlikegen boğaçqa ikisini tanqılmazgen. İmam İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh muş ikisini tanqılışını tercih qilgan. El-akhbar varadat bihima bu Hazrat Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu'nun İmam Beyhaqi rivayet qilgan hadisida kelgan. Sanadi sahih. Navniki şu İmam Abu Yusuf'un şu meseledeki karşısına delil güçlü. Köpçülük ulemalar muş dual istiftah, muş subhanakallahumma diyen muş dual istiftah ataydı. Dual istiftah namazdan sünnete deb qaragan. Bunu tekbirden kin deymiz. Bazı ulemalar tekbirden burun deymiz geldim ba. Mesela Hanefi mezhebinde Abdullah Samarqandi dua tevajjuhni namazdan ilgir deymiz diyen. Lekin dual istiftahni tekbirden kin deymiz. Bundan olken muş cumhurning qarashida muş dual istiftahni namoz quloq qaqqandan keyin qiraatdan burun deymiz. Lekin Imom Malik bunda hadis sunnat emas. Takbirni tushiriblam bu subhanakallahumma o'qimaylam alhamdulillahi robbil alamin deb boshlab ketirmiz degan. Sahih Buxoriyda hadisda an Abi Hurayra radhiyallohu anhu kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaskutu bayna at-takbir wal qira'ati iskata. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. Sahih Buxoriyda kelgan va Muslimda kelgan rivoyat. Lekin biz batın Hanefi mezhebde okuydu diyen dual istiftah subhanakallahumma bu İmam Tirmizi rivayet bir hadis bu. Acizrah kelgan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge marfu alatda rivayet qilgani aciz. Lekin Hazreti Ömer'ge mansub qilingani sahih. Hazreti Ömer radhiyallohu anhu'nun jamoat bilan namoz o'qigan chaqda dual istiftahni ullikroq o'qiganligi Sahih Muslimda kelgan. Ya'ni jamoatga o'g'itish yuzasidan ullik o'qigan bo'lishi mumkin. Bundan ki şu bazı ehliler Hazreti Ömer'nin muşu işiga tayinib turib, muşu subhanakallahumma degan siyg'ini boshqa siyg'ildan afzal deb qaragan. Chunki Hazreti Ömer boshqalarga o'rgatgan bo'lgan xalifa vaqtida imom bo'lgan chaqda shu Masjidul Haram an-Nabawiyda savolga o'tib ilk o'qigan bo'lgan. Bu tarafdan ig'ir bosudi. دعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وسورة الأنعام ذكر بالآيات يعني بر آيات كتاب إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مشندا حالت كاغنه bu Sahih Müslim'da kelgan rivoyatmiş. Endi ikkisini jamlab qilg'ini İmam Bayhaqi rivoyat qilgan bu sahih rivoyat.
Yani Şafii mezhepte dua tevajjuhninki en afzal siyg'isi Hazreti Ali radhiyallohu anhuning rivoyatiga kelgan. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Bu Müslim'de rivayet. Yani bu dua uzun bo'lsa, bizning darsimizga o'sha hadisning barakatini qilish uchun biz ataydan naql qilib bir o'qigan bo'ldik. Mufassirlardan ad-Dahhak Allah Teala'nın "Vesabbih bihamdi rabbika hina taqum" degan mush oyatni tafsir qilgan chaqda namozga turganingda ash so'zlarni deysa deb tafsir qilgan. Subhanakallohumma degan, tasbihdan iborat. Buningdan boshqa siyg'ilmi kelgan sahih hadislarda, degan shu Hazrat Umarningki jamoat imom bo'lib o'tgani, cho'qim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umarga o'tgan bo'lg'achqa boshqalar shuni o'rgansin deb illik o'qigan deganni asoslansak, bu endi xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng oxirgi keyingi ahvolidek sal ig'ir bo'ldi. Walahuma ma rawa ibn Mas'ud wa Anas radhiyallohu anhuma an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam annahu kana idha kabbara li-iftitah as-salati qara'a subhanakallahumma. Bu ikki sahobadan kelgan rivoyat dalil dedi. Biz yuqori degandek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan mush rivoyatlar ajiz. Hazrat Umardan yoki sahobadan mavquf holat kelgani sahih. Mana Sahih Muslimda muakkadning ostida tahrij qilibdi. An Abdah anna Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu kana yajharu bi ha'ula'i al-kalimat wa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Böyle şu dual istiftahda şunu o'qiydi demoqchi. Va ta'ala jadduk yani ta'ala azamatuka degan ma'noda. Ila axirih. Va hakaza ruya an Abi Bakr va Umar radhiyallohu anhuma. O'sha ikki xalifadan shunda duo o'qish rivoyat qilindi. Umar radhiyallohu anhunkini hozir Sahih Muslimdan o'qidik. Abu Bakr radhiyallohu anhunkini va yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatni Ibn Abi Shayba musannafida rivoyat qilgan. Yani taka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Undan ki Abu Bakr, Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan kelgan. Ve ma ruya min hadith at-tawajjuh kana fi ibtida' al-Islam. Ay dua at-tawajjuh wajjahtu wajhiya degan ash dua kelgan hadislar bu asli İslamning davrida shunda o'qish batdi. Va undan boshqa shu uzun ayla dua qilish batdi. Falamma shuri'at tasbihu nusikha. Tasbih o'qishul qo'ygandan keyin u burunqa shu uzun duo qilish va duo tavajjuh amaldan qoldi demoqchi. Ba'zi ulamolar tarzda subhanakallohumma shuni o'qiydi. Naflida bo'lib tahajjud namozlarida shu uzun duolarni o'qiydi deb muqarran. Kama ruya annahu kana yaqulu fi ruku'. Ana u nasx bo'lib ketganiga hozir bir dalil sifatida rivoyatlar keldi. Mesela rukuda burun sen destek davrida raka'a laka zahri va fi sujudi sajada laka wajhi degandek duo qilish batdi. Falamma nazala fasabbih bismi robbikal azim ja'aluhu lirruku'. Subhana robbiyal azim degan mustasbihni rukuda sabbih ismi robbikal a'la degan tushgandan keyin faja'aluhu fi sujud. Buni subhana robbiyal a'la deyishni sajdada qildirganga muqimdilgan. Yani faja'alu degan ishada sahoba kiramlar ruku sajdada bunda tasbih aytilgan bo'lgan. Bu nimaga asosan? Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan. Wa nusikha ma kanu yaqulunahu qablahu. Ilgirka shunda duolar amaldan qolgan. Fakadalika fima nahnu fihi. Endi biz muzokara qilayotgan mush masaladami? Duo tavajjuh va boshqa duolar amaldan qilib, mush subhanakallohumma yo'l qo'yilgan. Shu Hazrat Umar Rasulullohdan keyin mush duoni jamoatga o'rgatgan demoqchi.
tawfiqan baynal hadithayn. Yani bu ikki rivoyat keldi-ku. Kelgandan keyin bu ikki rivoyatni hozir muvofiqlashtirish uchun birini mansuhlab ketgan deymiz demoqchi. Qala va yata'awwadu. Endi shu tasbihni deb bo'lgandan keyin isti'aza o'qiydi deydi. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim deydi demoqchi. In kana imaman aw munfarida, imom bo'lsa yoki o'z yolg'iz namoz o'qigan kishi bo'lsa, mush ta'awvudni deydi. Lekin iqtido qiluvchi bo'lsa demaydi demoqchi. Liqawlihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minash shaytonir rojim. Ya'da fa idza qara'tal qur'an degina, ya'ni Qur'on o'qimoqchi bo'lsang demoqchi. Ay idza aradta qira'atal qur'an, ya'ni Qur'on o'qiganingda, Qur'on o'qib sa'da qil demoqchi emas. Qur'on o'qishdan ilgari a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb ondan Qur'on o'qi demoqchi. Xuddi Tarat oyatida ya ayyuhallazina idza qumtum ilas solah, namoz o'qimoqchi bo'lganinglarda tartiling degan. Namozdan burun, ha? Bu yerda bu ista'zini oyatdan burun demoqchi. Wa in kana ma'muman la yata'awwad, endi iqtido qiluvchi, imom iqtido qiluvchi bo'lsa, panolik tilmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim demaydi. Chunki Hanifi mazhabda iqtido qiluvchi Qur'on o'qish yo'q. Imomning qiroati shunday hisob. Oyatda Qur'on o'qisang degan ekan, bu iqtido qiluvchi Qur'on o'qimaydigan bo'lgan ekan, isti'aza yo'qmish. Wa qala Abu Yusuf yata'awwadu li'anna at-ta'awudha tab'un lis-sana. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi a'udhu billahi minash shaytonir rojim deydi. Nima uchun desa bu isti'aza, panoh, bu bir xil duo, zikrdan iborat. Shu tasbihga subhanakallohumma. Va shuning o'xshash bu bir namozdagi zikrdan iborat. Va huwa lis-salati indahu. Abu Yusufning nazarida musta'awud namozga tava, namoz uchun qilgan ta'awud. Masalan namozda shayton vasvasa soldi-ku, shaytonning vasvasasidan saqlanish uchun bu Qur'on o'qish uchun emas, butun namozning ruku, sajda va faoliyatlarda biz ezib ketmaslik uchun, shayton azdumaslik uchun o'qilgan duo bu deydi. فإن التعوذ ورد به النص صيانة للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان. Çünkü ayette kâgine A'udhu billahi mineşşeytanirracim degan deydi. Aşı namazda şeytanning vasvasasi sababidan igizpas bulab qolmasin deb, namozdan iborat muhim ibodatni shaytonning zankasini saqlash uchun isti'aza qilish kelgan. Was-salatu tashtamilu 'ala al-qira'ati wal-adhkari wal-af'al. Namoz bo'lsa, u Qur'on o'qishdan iborat emas. Undan boshqa ruku, sajda, boshqa zikr va faoliyatlar bor. Undan keyin fakanat awla. Yani fakanat al-isti'aza awla demak. Yoki at-ta'awuz awla. Undan keyin shu iqtido qiluvchimi Qur'on o'qimay turadigan bo'lsa, garchi Imom Abu Yusufning nazarida bu subhanakallahumma degan tasbihni bir o'qitib, undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyib, undan turdi demak. Wa indahuma liftitah al-qira'ati bin-nas. Ashkelaning nazarida shu bin-nas degan oyatning aniq ko'rsatmasi. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rojim. Oyatning aniq ko'rsatmasi bilan bu qiroatni boshlash uchun yo'l qo'yilgan deydi. Wala qira'ata al-ma'mum. Iqtido qiluvchi Qur'on o'qimda bo'lsa o'qimaydi Hanafi mazhabda. Wa ala hada idza qama al-masbuq lil-qada'i yata'awwadu 'indahuma li hajatihi lil-qira'a. Shunga asosan imomning namoziga ulgurmagan kishi, al-masbuq kechikib kelgan kishi, ulgurmagan kishi, masalan bir rekat ulgurmadi. Imom salom bergandan keyin bu qo'ldan ketgan bir rekatni to'liqlash uchun o'rnidan turib o'qiydi-ku. Shu chaqda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deydi. Lekin namoz o'qigan chaqda demagan. Nima uchun bu kishi deydi desa, chunki bu bir rekatni yolg'iz o'qigan chaqda qiroat qilish lozim. Va indahu la Abu Yusuf nazarda nima uchun desa, li'annahu ta'awwada ba'da sana. Chunki u namozni quloqqa qilgan subhanakallahumma degandan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb aytgan. Uning nazarida deydi-ku. وفي صلاة العيد يتعوذ الإمام عنده قبل التكبير وعندهما بعده. Eid namazda imom A'udhu billahi minash-shaytonir rojimni takbirdan ilgari deydi. Bu hamda Eid namozi quloq qoqqandan keyin
tasbih o'qidi, undan keyin auzu billahi minash shaytonir rojim dedi, undan keyin boshqa takbirlarga shuni tushirdi demoqchi. Va indahuma ba'dahu. Ikkalaning nazarda hamma takbirni tushirib olib, undan keyin ondan auzu billahi minash shaytonir rojim deb, undan keyin qiroat boshlaydi. Chunki bu ta'avvud Abu Hanifa bilan Muhammad yani tarafanning nazarda qiroat tushuntish, nima? Lan takbirni tugatib olib, yani qiroat qilay degan chog'i shu chog'da boshlaysa demoqchi. Yani bu ta'avvud jumhur ulamolar sunnat va mustahab deb qaragan ish. Imom Malik ta'avvud qilmaylam, Allohu akbar deb tasbihni aytmay, Allohu akbar deb alhamdulillahi robbil alamin deb boshlab ketdi. Ta'avvudni qachon qilamiz? Qiroatdan burun. Ta'avvudning lafzi-chi A'udhu billahi minash shaytonir rojim dedi. Ba'zi ulamolar A'udhu billahi samil alim minash shaytonir rojim innahu huwas samiul alim degan musiqani tanlagan. Nima uchun degan chaqda bir oyatda va imma yanzag'annaka minash shaytoni nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim degan bo'g'ashqa. Lekin bu shu A'udhu billahi minash shaytonir rojim degan musiqa shu afzal. Lekin namozdan boshlanishida biz bir qadim ta'avvud qilamiz dedik-ku. Namozning 5'ida bir qildik. Undan har bir rakatning 5'ida bir qilamdik. Chunki har rakat qiroat qildik imom. Yo'q, boshlangan bir qiroat yetarlikmi? Bir ta'avvud yetarlikmi? Bir hisobmi? Imom Shafiy rahmatullohi alayhi har rakatda ta'avvud qildi degan. Hanifi mazhabda boshlangan bir ta'avvud hisob. Wa yuqfi ta'avvud musho a'udhu billahi minash shaytonir rojimni ishidaydi. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه 5 يخفيهن الإمام التعوذ التعوذات زي الموضوع والتسمية وآمين وربنا لك الحمد والتشهد مش باش تقولك شنو إمام الشدة يدود ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بسم الله وآمين ربنا لك الحمد وتشهد يعني من ده قرصان الله وعاجزتن عاجزلقه من ده تشكرت نمشون biz amin meselesine eli besaq amin meselesinde bu şiddetli eğer bu sahih nas bunda hadis bo'lsa bu talashlarni bir taraf qilib tutdi. Bunisiga jahr qilgan hadislar bo'lg'achqa bu rivoyat ojiz. Lekin hamda rivoyat ojiz bo'lgan mush mazmun to'g'ri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni boshlagan chog'da alhamdulillah robbil alamin bilan boshlaydi degan, ullik o'qishni boshlash alhamdulillah boshlaydi degan sahih hadis bor. Shuningdan auzubillahi minash shaytonir rojim shiddatli chiqdi. قال ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها بسم الله نما deydi dedi. İmam Malik bismillah demeyi dedi. Allah akbar da kulakta kıtlam tesbihini okumay, A'udhu billahi mineşşeytanirracim demey, bismillah demey, elhamdülillahi rabbil alamin de başlayıp dedi. Hem İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bismillahni Fatiha'nın bir ayeti deb qarag'achqa u Fatiha o'qishning bir qismi bo'lg'achqa u albatta bismillahirrohmanirrohim deyish lozim. Bo'lmasa Fatiha kam bo'lib qoldi. Hanifi mazhabda Fatihadan bir oyat bo'lmasimi? Lekin ash-shurun iftitah qilgan ayrim bir oyat hisobida bo'lg'achqa tabarrukan o'qilgan bir oyat bo'lg'achqa va bismillahirrohmanirrohim o'qigan hadisi bo'lg'achqa bismillah deydi. قال ويخفيه يعني بسم الله الشديد لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يعني رسول الله وأش خليفة نمازك قراءتنا الحمد لله ولم بشيت bu Hanifi mazhabının olsan Bismillah Fatiha'nın bir ayet emas yeni delil bo'lishi mumkin. Ama agar bir ayet desek Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin deyish kerakdi. Gerçi endi Bismillahning Fatiha'ning bir oyat deganga boshqa sayidisi bo'lsin. Hanifi mazhabning kelganimizda va fi rivoyatin kanu yukhfuna Bismillahirrahmanirrahim. Yani bir rivoyatda uni ishida deydi deb keldi. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يجهر بها. Oğluna بسم الله ulug deganligini anlab musahaba debdi. Ya bunay, iyyaka vel hadatha fil islam. Ey o'g'lim, islomda kim paydo bo'lib qolgan ishlardan azar eligin. Qat'iy qilsanma. Yani bu bid'at bo'lganda. Sallaytu khalfa Rasulillah sallallohu alayhi vasallam va khalfa Abi Bakr va Umar fakanu la yajharuna bit tasmiyah.
Men aşularning oxir namoz o'qigan, bular bismillahni ullik demaydi. Fayda arattal qiraata faqul alhamdulillahi robbil alamin. Fatihani o'qiydiganingda alhamdulillahi robbil alamin deb bilan shunda ullik boshlagan. Albatta bu jahriy namozlardan. Darsni shaychi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.